Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhine Halifler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizdeki devamında bugün Ebu Cafer el-Mansur'niki devirde ölüp ketken meşhur zatlarınki tercümalıdan kısaca tanıp çıkımız. Ebu Cafer el-Mansur'niki hilafet devirde ölüp ketken büyüklerden İbnül Mukaffa diyen kişi. İbnül Mukaffa özü Hicriye 110'da tug'ilib 142 yaşlam ölüp ketken kişi ekan. Yani miladiye 724 tug'ilib miladiye 759 ölüp ketken. İsmi Ebu Muhammed Abdullah ibn Mukaffa namıyla meşhur. Özü şu Faris adam. Lekin özü aynı vaqtda mecusi bo'lib keyin islom dinini qabul qilgan. Bu adam şu Umayyi davlati ve Abbasilar davlati mezgillarda yaşaganda undaqda. Bu adamniki şu dağlıqqa qilgan ishi nima degan vaqtida şu Hindistondagi eng davrdagi yozilgan Kelila ve Demina nomli kitobni tunji bo'lib arab tiliga tarjim qilgan adam bu. Şu vaqtdagi hamda Bahlavi tili ve Fars tilidan ait yaxshi biladigan, arab tilidan ait yaxshi biladigan katta şu davrdagi adiblardan. Bu kishi hamda Uyg'urlarniki ayni vaqtdagi dini bo'lgan Mani dini aqidasi yashagan ekan ayni vaqtida. Keyingi mezilda hamda islom dinini qabul qilgan. O'zini ait zaki, axloqini ait güzel, sehi, mard, ilm ma'rifatini ait cho'ng onun ustiga o'z davriga ait donliq ziyoli bo'ladi. Bu odam shu arab, Paris, Yunan, Hindi madaniyatini o'zida mujassam qilgan. Ko'p taraflimlik olim deyishga bo'ldi. Ammo lekin afsus bu odam o'zinki yaşlam ölüp ketken. Nima o'ltirilgan. Bu odamniki o'ltirilish sababi hamda ayni vaqtdagi shu Abbasiylarning Xuroson tarafdagi valisi Sufyan ibn Muaviya degan kishi bilan yaqin munosabat o'tgan ekan. Bu shu davrniki ham Yazid ibn Muhallab degan butun Xuroson Mavra nahrniki ayni vaqtdagi shu Umayylar davridagi katta valisi bo'ldi, nima? Valisi bo'lgan. Şu valininki navrisi bo'ladi bu mamda. Şunlar yaqin munosabat o'tganga bir-birlarini chaqchaqlashidi ekan. Ba'zi sal chaqchaqni oshirayotgan vaqtida Sufyanning sal g'urur tegib ko'ngli keldi ekanda. Bir qatimliq bir suhbatda ikkisi gap talashib qilib, bu Abdullah ibn Muqaffa bu Sufyanninki onasiga til uzatib qoldi ekanda shu vaqtida. Endi şu orliqda bir-biriniki anasiniki tillashib bu Sufyanniki onasini sert bir gap bilan ayblab qopdi-da. Ayblab qolganki Sufyan ona ochiq kelib, Sufyan Muaviya bu shuni mening Basrniki valisi. Buni chaqatilgan endi. Chaqatib kelgandan keyin onam to'g'riliq sen bu gapni qilding bu sert gaplarni degandikan. Yolurib turibdi Abdullah ibn Mukaffa. Allah bilan shubha keltirib emir deb yoldirib qo'ysa, lekin Sufyan ibn Muaviya sen onamni manda tilga odamsan o. Men seni shundoq bir o'ltirmanki, hech kim bunda bir o'lim bilan o'lmasin degan. Bir tononi qizitib o't yiqib, buning shu a'zolarini put-qo'llarida birdan parchalab kesib, kesganni tonoga tashlab ashta o'tirayotgan. Şonlaşqa İmam Zahabi rahmetullahi aleyh şuna deganda Abdullah ibn Mukaffa o'zining ortiqchiligini aytib zo'r, zaki, shuna ilmlik, shu davrning ziyolisi kattalardan bo'lsa-mu ilmiy jihatda, ammo biroz tentak edi degan. Shuni bu tentakligi bu odamning shu o'limiga sababchi bo'lgan. Bu odamda qolgan birdan-bir kitob Kelila ve Demina degan kitob. Bu kitob Uyg'urchadan tarjima qilingan. Dünya edebiyat tarixidagi eng yetuk eser deyishga bo'lgan kitoblardan biri. O'ltirilgan vaqti 36 yoshgan, ne kadar yosh o'lib ketgan odam. Bu odamniki shu qoldirgan izlari nihoyatda ko'p eserlardan. Hatto bu kitoblarning ichida shu Yunonchadan, Hindi tilidan, Fors tilidan tarjima qilingan kitoblarning ko'p. Ondan başka meşhur büyüklerden Suhayl ibn Abi Salih degan kishi. O'zi Madinada yaşagan aynı vaqtdagi büyük muhaddis ulamalardan. Ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik deb shunaq baholandi bergan.
Endi bu adam o'zi hadisni sahih hadislarni ko'p rivoyat qilgan. Ammo lekin hamda oxirgi mezgillarga kelgan vaqtida bu odamniki bir okisimi yoki inisimi hamda bir qo'saq o'lib ketganda shu okisi yoki shu inisiga bo'lgan ich og'riqniki dadida bu odam shu yodlagan o'zining hadislarininki ko'plarini unutib ketgan. Shuning uchun bu odamniki shu okisi o'lib ketgandan keyingi rivoyatini ulamolar zaif deb qaragan. Bu okisi o'lib ketishdan burungi rivoyatlarni sahih deb qabul qilgan. Demek o'zinki bir qo'saq akalarga, fuqlarga chidamoq yomon emas. Mening bir beshimga mushta bir musibat kelgan. Dadamninki o'limi va onamninki turmushga kirib ketish ishlari biroz normal. Shuni ishimiz nayt chiqqan bo'lsa-mu hamda, lekin bak ishimiz qattiq og'rib ketmagan. Lekin inimninki turmushga kirib bir tayoq zarbisida hamda ma'lum darajada bir ig'ir kasal bo'lib qolganligini anglagandan keyin men buni ko'p biroz yillardan ko'p o'zim tugashtirib oldim bu jihatda. Demak o'zinki aka insiga chidamoq haqiqatan zo'r tas. Alay ibn Abdurrahman degan kishimi o'zi Madinada yashagan tabiin, bu shu davrdagi hadis rivoyat qilgan ravilardan. Bu kishi buni ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Madinada mashhur ekan. Shu mesela köp Enes ibn Malik deymiz, nurgun ulamolarda o'qigan Abdullah ibn Ömer deymiz. Shularni sahobalardan hadis rivoyat qilganda sahobalarning shogirdlari bo'ldi. Bu odamdanmi ko'p kishilar hadis rivoyat qilgan. Ulamolar ishonchlik degan baholarni bergan bu kishiga. Undan boshqa Xolid ibn Yazid al-Misri al-Faqih nomi bilan mashhur bo'lgan bu zotmi shu davrda Abu Ja'far al-Mansurning zamonida o'lib ketgan. Bu kishi hamda Misrda yashagan, Misrniki ayni vaqtdagi faqihlardan. O'zinki dadasi barbar ekan, ya'ni Amazigh qabilasidan. Bu Xolid ham shu davrda Misrniki muftilik mansibi bilan shug'ullangan bu odam ayni vaqtida. Bu kishi 139-yili Abu Ja'far al-Mansurniki dastlabki mezgillarda o'lib ketgan. Bu kishini ulamolar ishonchlik degan baholarni bergan undaqda. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bu kishini hadis rivoyat qilgan ekan. Undan boshqa buyuklardan Davud ibn Abi Hind. Bu zotni hamda Davud ibn Abi Hind al-Qushayri nomi bilan mashhur. Basirlik adam, ishonchlik hofizlardan. Ya'ni bu yerdagi hofiz degan gap hadis ulamolarga beriladigan bir xil nom shu vaqtda. Ya'ni hadisni ko'p yodlagan, puxta yodlagan odamlarga beriladigan. O'zini tafsirshunos Basri'ninki olimlardan Basri'ninki ham muftilardan bo'ladi. Bu odamninki shu 6 sahih hadis kitobida hadislari rivoyat qilingan bu kishi. Bu kishiniki ustozi Said ibn Musayyib masalan. Ulamolar ishonchlik degan bahoni bergan Imom Nasai qatorliq kishilar. Undan boshqa Abu Hazim Salamat ibn Dinar al-A'raj degan zotni mushtavirda o'lib ketgan. Bu ayni vaqtdagi dаңlıq zahidlar, Madinada yashagan odam o'z A'raj, ya'ni to'kur degan bo'ldi. Madinadagi shu davrdagi bakmi zahid obidlardan, turmushlari oddiy, g'urgil, ibodatlar mashhur, maxfiy taqvoda, bu odamda taqvolikni ko'z-ko'z qildigan bunday kishilar emas. Bu kishini hatto bir qism ulamolar tobiin deb qaragan. Chunki Abdullah ibn Zubayrninki zamonasida tug'ilgan bu odam. Bu kishimi hamda ko'p kishilarning ustozi bo'ladi. Masalan, Ata ibn Abi Rabah deymiz. Bu ustoz bo'ladi, Ata ibn Abi Rabah. Bu kishidan anglagan kishilar munayati ko'p. Masalan, Imom Malik, Sufyan as-Savri, Ibn Uyayna qatorlar kishilar. O'zi Parisgan, lekin Paris bo'lsa-mu, keyingi davrda shu Madinada yashagan ekanda. Hatto bu kishi Imom Zuhri deymiz. Bu kishilarga nasihat qilgan shu davrniki kattalarga. Bu kishiniki 135-yili o'lib ketganligi qayd qilingan. O'lib ketgan vaqtida bu odamniki huzurga bir qism ulamolar chiritgan sekratlik vaqtida. O'zingiz qanday his qilyapsiz Abu Hazim deb so'rsa, men o'zim yaxshi deb o'ylayapman. Men Allohdan yaxshilik umid kutyapman deb, ya'ni umidvor holatda tug'anda oxirgi mezgilda Allohdan. Bu kishi meniki o'tgan hayotimda, shu zikrsiz o'tgan hayotimdan, turmushimdan bek afsuslanman, shuningdek bek pushaymon qilaman degan. Eng mashhur so'zlarini aytib ko'p. Bu texmo bek izlanish uchun bu odamning hayotiga tafsili
kirsak bo'ldi. Ondan başqa mesela Ata ibn Abi Muslim el-Khurasani bu aynı vaqtdagi tabiin hem faqih, mufassir, mujahid, hem hadis rivayet qilgan ulamo aldın. Bu kishi bugungi shu Afg'onistondagi Balax, Kabulda tug'ilganda bu odam. O'zi shu arablarniki mavlalardan, ya'ni xizmatchilardan bo'lgan ayni vaqtida. Shularning qo'lida musulmon bo'lgan. Shu Xorasonning ayni vaqtidagi qozisi, faqihsi ekan. Shu ilm o'qish uchun to Iroq, Sham, Damashq, Falastin, Quddus shaharlarida yurgan. İbadet bilan, fatvo ishlari bilan, hatto shu g'azat, urush, jihad ishlari bilan mashhur ekan. Medine'ye kirip Medine'de Zeyd ibn Eslem'deki kolunda tefsir öğrengen bu adam şu vaqtida. Şu an bu tefsir ilmide hali ornu var. Mesela Nasih Mensuh, Tefsir, Tenzil Kur'an namlı kitaplar mesela müşedemge nispet birliğe müşedemdeki kitabı edi. Bu kişi ahirki mezgilde Eriha'da ölüp ketken, Beyt-i Maqdis'te, Palestin'de ölüp ketken de bu zahitler. Endi bu adam namida yozilgan kitoblar o'zi ham qo'l tutib yozgan emas, lekin bu odamning rivoyatlarini keyingida to'plab o'sha odamning nomida kitob qilib chiqargan. Undan boshqa o'lib ketgan mashhurlardan Yunus ibn Ubayd degan kishi. Bu zatmi shu ayni vaqtdagi ishonchlik hadis rivoyat qilgan muhaddislardan bo'ladi. Bu kishimi 139 yoki hijriy 140-yili Abu Ja'far al-Mansurning zamonida o'lib ketganligi xotirlangan. Ondan başka büyüklerden Süleyman el-Ahvel degan kishi. Bu zatmi ayni vaqtdagi muhaddis, ko'p hadislar bor. Hadislar yaraydigan hadislarni rivoyat qilgan ishonchlik deb xotirlabdi, mushunchalar. Ondan başka Musa ibn Uqba. Bu nayt mashhur kishi. Nimishqa degan vaqtida o'z Madinada tug'ilib, shu Madinada vafot bo'lgan. Bu payg'ambarimizning sahobalarning tarjimalini nayt yaxshi biladigan odam bu. Hem şundakla hadis ilmine nispeten şençilik dep qaralgan bu adam özüyle. Hem ondan başka bu peygamberimizin tercümanını bilişte bu kişi de sahabelerle köp uçraşkan. Mesela Abdullah ibn Ömer, Cabir ibn Abdullah ibn Malik qatarlıq sahabelerle uçraşkan bu adam da. Uçraşkandaki şulardan şu peygamberimizin tercümanlığı münasebetlik derslerini köp öğrengen. İmam Zuhri, Urvat ibn Zübeyir qatarlıq meşhur tarixçiler mesela bu adamniki şagird bo'ldi undaqda. Bu adamniki ayni vaqtida mesela El-Maghazi deydigan bir kitap bo'lgan ekan, payg'ambarimizning tarjimalığı münasebetlik, rivoyatlik holat bayon qilgan. Ulamalar aytib ko'p baho bergan jumlada İmam Malik rahmatullohi alayh yaxshi odam Musa ibn Uqbaninki Maghazi nomli kitobini o'qinglar degan ekan. Hatta bazı rivoyatlarda bu ishonchlik deb shundoq deganda. Hamda shu tarix ilmi ko'pincha o'ydirmalik, yolg'onchilik ko'p o'rlashib keldi diqqat qilmasa, lekin bu kitob to'liq ishonchlik holatda rivoyat qilingan kitobga. Sirat ilmida, payg'ambarimizning tarjimalığı munosabatlik ilmda mutlaq imom nomiga erishgan buyuklardan 141-yili hijriya o'lib ketgan. Ondan başqa buyuklardan Ömer ibn Ubayd degan zat o'zi mu'tazili, lekin abid hem zahid ekan. Ammo aqidasida ma'lum darajada masala bor. Mu'tazila aqidasida. Bu kishiniki hamda Hasanul Basriyda o'qiganligi xotirlangan. Bu kishiniki mesela ustozlar Yahya ibn Said al-Qattan, Ibn Uyayna degan qatorliq ustozlar shogirdlari bo'lgan. Bu shogirdlar endi davrdagi ko'p ishonchlik muhaddislarda. Hamda ulamalar bu kishiga baho berganda bir qism ulamalar ishonchlik emas degan bo'lsa, bir qismlar buningdek zohid taqvoni men ko'rib boqmadim degan. Ba'zi manbalarda deyishcha bu odam 40 yil haj qilgan ekanda, 40 yil shu piyodalik haj qilib ketganda, to'gisiga yo'tlib oldi ekan, lekin to'gisiga ojiz, faqir, g'urva, miskinlarni mindirdi ekan. Vaqtida hozirgidek mashina binasi yo'q. Hem keçiler ihya qilib, keçilerde işte namaz o'qiydigan büyük zatlar ekan, ammo Mu'tazili nomi bilan mashhur bo'lib qolgan, aqidasiga ma'lum kam taraflidir, nuqson taraflidir. Bu odamniki hijriy 143 o'lib ketganligi xotirlangan. Yahya ibn Said al-Ansari bu kishimi mush davrda o'lib ketgan mashhur tabiin, olim, faqih, Madinadagi mufti qozilardan.
Endi shu davrdagi 7 faqih deymiz Madinada o'tgan. Shularniki hammasining shogirdi bo'ldi bu odam. Bu kishi ko'p hadislarni rivoyat qilgan raviylardan. Bu kishining tarjimasi boshqa kitoblardan aytib ko'p o'tdi. Onundan boshqa büyük allomalardan Kelbi degan kishi. Bu kishining ismi Muhammad ibn Saib al-Kelbi. 146-yil o'lib ketgan. Bu kishi shu nasab ilmida arab qabilalarniki tarjimonini bilishda eng mashhur bütün hozir qadr kitoblar arab qabilalarini bilishda adamniki kitoblarga tayanadi. Tafsir, xabar ilmiga, arablarning o'tmish kunlariga bak mashhur ulamo. O'zi ko'pida tug'ilgan, ko'pida o'lib ketgan. Ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtda masalan Imom Zahabiy rahmatullohi alayh xabarshunos alloma mufassir Kelbi nasab ilmida shu qabilavozlik ilmida qabilshunoslikda har qandig'ining beshi degan, piri deganda, lekin bu odam Shia edi dedi. Endi hozirgi Rafizi Shialar bilan u vaqtdagi Shialarning farqi va ularning aqidasi buzilmagan Shialarning vaqtida. Faqat Ali roziyallohu anhu'ni ma'lum darajada ortiq bildigan yeri bor-da. Lekin hozirgi Shialar xatar, to'lim xatar. Yani bir meşhur büyük bah İbn İshak. İsmi Muhammed ibn İshak ibn Yasar el-Medeni namıyla meşhur. Hicriye 151 ölüp ketken. Miladiye 769'da muhaddis, hafiz, haberşunas, nesep bilmeği meşhur. Araplarning en kadim tarixlari meşhur da. Özü Medine'de yaşayan aynı vaqtda bu adam. Muşu sire ilmida acayip ulama. Hazır kadar yazılıvatkan Peygamberimizin tercümalık münasebetli kitaplarının hemmisi muş adamniki kitabıga müracaat kılınmay durup yazılmaydı. Deniz bu ilimde. Bu adamın şu hadis ilminde Emiril Mu'minin deb nam verilgen aynı vaqtida. Bu siret ilminde bek meşhur bu. Bu adamniki bu kitabını okuş gerek. Özü yazılmagan bu kitap ne? Lekin bu adamniki şu bir şagirdlerining biridan İbn Hisham, Abdülmelik İbn Hisham deydigan bir adam o'qib, mush adamning shogirdida bizga qoldirib ketgan. Hozir bu kitap bütün İslam dunyosida mashhur. Haqiqatan mush arab tilida bilgan kishilarniki o'qish tegishli kitoblardan biri. Ondan başqa büyüklerden Ja'far ibn Muhammed Sadiq bu kishimi shu payg'ambarimiz oil tavobatıga tutuşulgan adam. Yani Hüseyin ibn Ali radıyallahu anhu'nunki evladı bulur bu adam. Bu Şialarning ayeti çoğun bildi bu adamni. Şialarning nazarida hem de şu 6. imam deb tanıydı bu adamni. Bu adamı müştevirde ölüp ketgan. Ondan başqa A'mash'ninki ismi Süleyman ibn Mihran. Özü aynı devirdeki şu muhaddis tabiin buludu. İşte işencilik muhaddislarning ustozi şeyhi deb nom bergan İmam Zahabiy rahmatullohi alayh. Bu kishining tarjimalari boshqa kitoblarda o'tdi. Undan boshqa Shibl ibn Abbad degan kishi. Bu kishi Makkaniki ayni vaqtdagi doniq qori ekan. Hem Basrada hem Makkalarda yashagan ekanda, hem ishonchlik deb baho bergan ulamolar. Endi Muhammad ibn Ajlan al-Madani degan kishi bu ayni vaqtdagi shu faqihlardan, ulamolardan, hem muhaddis Abdülmelik ibn Marvan'daki zamanında tug'ilib, şu Abu Ja'far al-Mansur'ning zamanında ölüp ketgan ekan bu adam. Da aynı vaqtida. Bu adamdaki bir ayoli bor ekanda, qiziq yeri. Bu ayol qo'saq ko'tirdi ekan, Muhammad ibn Ajlan'ningki ayoli 4 yil o'tganda tug'di ekan. Shu bu ayolni shu pilda qo'saq ko'tirdigan ayol deb nom berilgan ekan aynı vaqtida. Bu kishi aynı vaqtdagi obid zohidlardan Peygamberimizin hozirgi masjidda ders o'tilgan bir halqisi, seynasi bor ekan bu odamniki. O'zini aytdi mufti shu davrda. Endi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla al-Ansari bu kishi 148-yil o'lib ketgan hijriyaniki tabiin mufti. Ko'piniki qozi ham hadis rivoyat qilgan raviylarniki biri bu odam ayni vaqtida. O'zimni aytib ko'p ustozlarni o'qigan, ham ko'p shogird yetildigan. Kur'an'ın ayet köp okuyduğun ayet puxta yadlıgan büyük salihlardan. Hem ulamolar bu kişiye baho bergan vaqtida turli baholarni bergan. Ba'zilar masalan o'zi yaxshi odamda lekin bek kuchlik emas degan bo'lsa, ba'zilar o'zi rost değil. Ammo yodlashda sal xato yodlab qo'yilgan deb bunday sifatlarni bergan. Shunga bu hadis ilmida bu odamniki ba'zi hadislari
Qabul qilinmaganda. Onundan başqa büyüklerden İbn Jurey degan zatmı mush kishi davrda o'lib ketgan. İbn Jariy, İbn Jariy Umaviylarniki hamda chunki ozodgar desa ekanda munosabatlik 150-yil o'lib ketgan. Bu kishi ayni vaqtda mushu Qur'on ilmiga pishiq, ham faqih, hadis rivoyat qildigan tabiiy tabiin qatoridagi odam. O'zi mushu Rimlikkanda Rumiy deb, Rimlikka quldarlik munosabatlar bilan shu Makkaga yerlashib qolgan ekan. U yandan bu yanda setilib degandek shu vaqtlarda. Bu kishi hamda shu hadis ilmida tunji hadis yozgan degan ekan buni ulamolar. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida bir qism rivoyatlarni zaif deb qaragan. Chunki bu odam ba'zi bir hadis ilminiki shartlarida bakara kangri yo'l tutib qolgan shu mezgilda. Shunga. Ondan başqa büyük meşhurlardan Ebu Hanife. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bizdeki meşhur İmam-ı Azam degan kishi, İmam-ı Azam. İsmi olsa Nu'man ibn Sabit el-Kufi, Hicriye 150-yilda o'lib ketgan. O'zi faqih. Onun ustiga shu mazhab ulamolar ichida hamda tunji shu mazhab peshvosi bo'ladi. Endi hozirgi biz Hanefi mezhepte deb biz mesela vatandaş Uygurlarning Hanefi mezhepte deymiz o. İmam Azam'ın mezhebi degan. Mushu 4 mezhepning ichidagi 4 mezhepniki eng birinchi Ebu Hanife, ya'ni Hanefi mezhebiniki asoschisi bo'ladi bu odam. O'zining zoitlik bilan, taqvodorlik bilan mashhur. Onun ustiga fikrning, aqlniki o'tkirlik bilan mashhur da ayni vaqtida. Ham bu odam Savdogarlik qilgan bilan bu odam iqtisod bunda qo'lida yanchiqida bo'lgan bilan yurikida bo'lmagan bu odamniki. O'zining iqtisodni shogirdlarga, yaxshi ishlarga ishlatib o'tgan. Bu odamni shu Umaviylar davrida, Abbosiylar davrida ko'p aziyat, ko'p tayoqlarni yeb, turmalarga kirib, hatto oxirgi mezgilda shu Abu Ja'far al-Mansurniki zamonida bu odam shu tayoqning turminiki dastida o'lib ketgan bu odam. Bu odam Bag'dodda qabr hozir. Hamda Hajjaj ibn Arta'at degan kishimi o'zi ko'pchilik odam. Bu kishimi Abu Ja'far al-Mansurniki zamonida o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi qanday odam degan vaqtida o'z davridagi shu hadis rivoyat qilgan raviylardan, ya'ni muhaddis sanalgan kishilarniki biri. Yana bir büyükimiz Hammad Raviye degan kishi. Hammad Raviye o'zi Raviye degan laqabi bo'ladi. İsmi Abul Qasim Hammad ibn Abi Layla degan kishilarning nomi bilan mashhur. Ayni davrdagi arablarning ichida arab tarixini, arabning she'r, nasab, tilini eng yaxshi biladigan odamda. Hatta shu Umaviylar podshohlikdagi xalifalar, podshohlar masalan bu odamni bek hurmatlaydi ekan. Chunki buniki arab tarixini yaxshi bilgachga, arablarning tarixini adamdan anglab qiladigan gapda ayni vaqtida. Nimishqa Raviya deb atalgan desa, bu odam ayni vaqtdagi har qanday arab shoirlarining she'ri bo'lsa, buni darhol yoda o'qib beradi ekanda bu odam. Shunga shu nom bilan atalgan ekan. Bu odamning qiziq bir ishi qanchalik she'r bilsa desa, mushu har bir harfga dedi mesela elif ba degan harfga har bir harf uchun 1000 qasida o'qiy olaman degan ekan. Shu vaqtda sinagan deydi Valid ibn Abdulmalik. Bu Valid ibn Abdulmalik herib qolgan deydi. Buning o'qigan she'rlarining ko'pligidan bir harfga 100 qasida akilalganda demak ko'p she'rni biladigan odam ekanda. Endi yana bir büyük var, Ru'bat ibn Abdullah deydigan. Bu kishi Ru'bat shoir nomi bilan mashhur. Endi bu kishi Hijriya 145 milodiy 762 da o'lib ketgan. Ayni vaqtdagi shu arablar ichidagi fasih shoirlardan. Bu kishi ham Umaviylar, Abbosiylar davrini beshida o'tkazgan. Arab tili ilmida, lug'atshunoslik ilmida shu davrniki beshi imom bo'ladi. Bu kishiniki dadasi Abu Hurayradan hadis anglagan ekan ayni vaqtida. Bu kishi shu Basrniki sahrolarda yashaganda, shu vaqtda arablardan tabiiy bulg'anmagan, abjash bo'lmagan tillarni o'rganish uchun ham ayni vaqtida arablar ashda sahrolarda yashaydi. Imom Shofiy mushtaqiga.
Ondan başka büyüklerimizin Cüreyri degan kishi mi? Ne mesela? Şu devirdeki şencilik hadis ulamalarınınki biri deb sübetlenipti. Ondan başka büyüklerden Süleyman Teymi. Asli ismi Süleyman ibn Tarxan Teymi bilen. Besir'de yaşayan Hicriye 143 yıl ölüp ketken. Tabi'in köp hadis rivayet kılgan. Ama şu 6 hadis kitabı da bu adamdaki hadislere rivayet kılgan büyüklerden. Bu kişi şu devirdeki ötken Zahid Faqih muhaddis sanıldı. Abid köp hadis rivayet kılgan. Hatta şu kişilere namaz okup Balısular çıksa şu mescitlerine oylanıp birden mescitte tam atmışta kaçta namaz okup yürüyen adam diken. Meşhur. Yani Asimul Ahval degan kişi meşhur devrde ölüp ketken. Besir'ninki aynı vaqtdaki alimi, hadis-shunos Madain qazi bo'lgankan, Madain degan Iroqda, shu vaqtda aynı vaqtda. Bu odamga o'lvolar baho berganda ko'p hadis rivoyat qilgan, ishonchli odam degan baholanib bergan. Bu odamniki 150 dona hadis bor ekan, ummatga qoldirib ketgan isnodli holatda. Yana bir büyük İbn Şubreme Az-Zabi degan nom bilan mashhur. Bu odamning ismi Abdullah ibn Şubreme degan ismi asli şu. Bu adam Iroqniki aynı vaqtdagi faqihsi, Kufaga qozi bo'lgan. Biz kichik tabiinlardan sanaladi. İmam Ahmed ibn Hanbal bu kishini ishonchlik degan baholanib berganda. Hamda yana bir büyüklerden Muqattil ibn Hayyan an-Nibti nomi bilan mashhur. Bu kishi shu davrda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hadis ilmi bilan mashhurda, o'zini aytadi rostchil. Mezmut adam. Şu Belah'ta yaşaganken, Belah degan Afg'onistonning Kabulda ayrıca kirdi. Hadis ilmiyle şu Kur'an ilmiga bo'lgan ahamiyati, taqvoligi müştiyatda bakrak ko'zi ko'ringanken şu vaqtlarda. Onundan başka meşhurlardan Hisham ibn Urva. Bu kishi 146 yil o'lib ketganligi qayd qilinibdi. Hisham ibn Urva hamda Abdullah ibn Zubayrniki inisi, kichik inisi, Urva ibn Zubayrniki bolasi bo'ldi. Bu yani Ebu Bakr Siddiqniki payg'ambarlardan qizi Esma tarafida. Zubayr ibn Avvamniki navrisi bo'ldi undaqda bu kishi. O'zi Quraysh, Madina, yani Madina yashagan. Bu kishi hamda hadis rivoyat qilgan muhaddislardan. Tağısı Abdullah ibn Zubayr'den, dadısı Urva ibn Zubayr'den hadis rivayet kılgan. Köp ustazları var bu olan, köp şagirdleri var adam bu. Sübyan-ı Sevri mesela, İmam Malik Katarlıklar müşahedemdeki şagirdler buludu. Bu kişi işencilik, mezmut degan bahalara erişken. Şu Peygamberimizdeki tercümalık, münasebetlik siret kitapları müşahedemdeki rivayet edilme, rivayet kılıngan. Ebu Cafer Mansur namazda özü okup tüken bu adamdaki Irak'ta. Yeni bir büyükümüz Muqatil ibn Süleyman. Başkası Muqatil ibn Hayyan. Bu kişi 150 yıl ölüp ketken. Aynı vaxtdaki şu meşhur tefsirshunos. Tefsir Muqatil namlı kitabı var. Özü Afganistan'ın adırğı Belah Kabul'dan. Basra'ya kirip Irak'ta yaşap şöyle boğanda. Lekin hem de hadis ilmi de hadisleri qabul kılınmaydıgan adam ki. Özü şundaq zahidligi, ilimligiga bakmay. Bir kısım ulamalar bu adamni Jahmi, yani murji'i deb ayni vaqtdagi shu bir xil aqidaviy ayblashlar bilan ayblagan ekan. Ammo lekin tafsir ilmida bu adam shu davrniki hozir qadar bo'lsin, tafsir ilmida bir dengaz. Hadis ilmida hadis qabul qilinmagan bilan, ammo tafsir ilmida bu odamniki fikri, ko'z qarashi, rivoyatlari o'zgacha hozir qadar shu saqlanib kelgan. Undan boshqa buyuklardan hamda Abu Amr ibn Ala, bu kishiningki Abu Amr ibn Ala al-Ammar al-Basri nomi bilan mashhur, Hijriya 154-yil o'lib ketgan. Bu kishi hamda shu 7 xil qiroat ilmi mutawatir nomi bilan mashhur bo'lgan. Shu qarilarniki birsi. İbn Xallikan degan tarixchi Qur'oni Karimni, arab tilini, shariatni bu odamdek biladigan odam yo'q, eng yaxshi biladigan odam shu degan. Hatto nahv ilmidimi asos kuchli odam ekan. Bu kishi hamda Anas ibn Malik qatorliq sahobalardan anglagan, o'qigan.
Mekke, Medine, Kufa, Basra aynı vaqtdagi mashhur ilm poytaxtlari markazlarida ilm tahsil qilgan odam ekan. Arablarning ayni vaqtdagi shoirlardan, yuzliklardan bo'ladi bu odam. Yana bir mashhur odam Ash'ab Tama' degan. Yani Ash'ab Tamaxur degan bo'ladi. O'zi bak qiziqchi odam ekan shu davrdagi. Ammo tamaxurlik bilan mashhur ekanda. Bu tamaxurlikda bu odamniki xilma-xil kulkilik qissalari bor ekan. Bo'lmasa shu vaqtda masalan payg'ambarimizningki oila Oyshaning ochisi Asmoningki tarbiyasi cho'ng bo'lgan ekan ayni vaqtida. Qur'onni o'qib, Qur'onni yodlab, hadislarni ko'p yodlab, hatto shu ibodatda bu xili mashhur ekan. Ammo shu hazil chaqchaqlarni ko'p qildigan mush taraflardan kishilar bu odamniki shu rivoyatlarni og'il unmagan deydi. Bu hadisni ko'p biladigan shu vaqtida to'liq xalqni kuldirib o'tgandan keyin rasiyalg'inni farq etmaymi bu hadislarni qabul qilmagan bo'lishi mumkin bu odamniki. Ovoz yiqimliq bo'lg'achqa ancha-muncha naqsh o'qib qo'ydigan chaqchaqchi maqol tamsil usta xalqni kuldirdigan bunda go'daklik bolacha qiliqlari chiqqanda bu odamning. Bu odamniki tamaxurligidan mush Madina to'yi olsa bu odam uylarni chiroyli supurib, ishkini oldinlarini tozalab qilib qo'ydiganda sababi solsa mushu bir to'yulabda mushu bir to'ynanki bir tamiqi bir marhamatlar bilan uyimga kelib qolammi deb o'yladim deb mushtadi etgan. Ashtarji tamaxur ekan. Ondan boshqa buyuklardan hamda Hamza ibn Habib Zayyat degan kishi. O'zi Abi Imara nomi bilan mashhur. Bu odam hamda nimish Zayyat deb atalgansa, yog'chi degan bo'ldi. Qashqarda Abdurrahim Qarajimni yog'chi deb ataydi aytganiki don xatibini. Chunki yog'chilik bilan shug'ullangan ekanda. Bu odamning yog'chi deb nom bor ekan. Nimish degan vaqtida mush Iroqningki Kufidan mushu halvonga yog' kelib sotadi ekan. Hamda halvondan hamda shu yangoq jubul binasini olib Kufaga olib sotadi ekan hamda. Ba'zi bir qism sahobalar bilan kurashgan deydi bu odam. Ammo shu Qur'on ilmida katta ulamo, alloma deb sifatlangan. Imom Ahmad shunday deb baho bergan. Shu qorilarning olmisi, qorilarning rahbari degan. Bu kishi hamda shu 7 qiroat ilmidagi 7talarniki bir sanaladi o odamning o'ziga. Ulamolar baho bergan vaqtida bu odamni 7 qiroat ulamosining biri, o'zi imom, ishonchli odam, Allohning kitobini yodlagan, hadis yodlagan, farz, ya'ni miros ilmini yaxshi biladigan, obid, zohid, taqvo, mislisiz degandek nomlar bilan bir sifatlaganda bu odamni. Ondan boshqa buyuklardan eng mashhur ulamo al-Imam Avza'i. Avza'ininki ismi misli Abdurrahman ibn Amr ibn Yuhmad al-Avza'i nomi bilan mashhur. O'zi Beyrutda yashagan, hozirgi Libnondagi Beyrutda. Shu Sham, Mag'rib, Andalus shu davrdagi hamda islom dunyosining markaziy shaharlari, Mag'rib, Marokash, Andalus, hozirgi Ispaniya taraflar. Shu yergacha bu odamniki ilmlar taqilgan, mazhab taqilgan. O'zi faqih, muhaddis, tabiiy tobiin hisoblandi. Demak, katta ulamo ayni vaqtdagi. Hem bu adam özellikle ahlak mücadelesine ait meşhur. Çünkü hem Şam'da, Libnan'da Hristiyanlar, Yahudiler köp ezelden. Bularla ait yakın münasebette ötüp keng qo'saq münasebetini saqlab qolgan. Belki bularga ta'sir ko'rsatish tarafi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu adam lekin Abu Ja'far al-Mansur bilan bir oz zeriklashib qolgan ekanda. Chunki Abu Ja'far al-Mansur va valisi shu Libnonning tog'larida turadigan xristianlarni qo'g'lab chiqarishni niyat qilgan vaqtida bu odam qarshi chiqqan ekan bu ishga. Avza'i yo'q bularni chiqarishga bo'lmaydi deb turib olgan ekan. Shuning uchun bu xalifa bilan bu odamning orasida bir oz yeriklik munosabat bo'lgan. Oxiri shuning bilan bular qo'zg'olon ko'tarib, bu qo'zg'olon besiqqan hamda bo'lib turing deb. Shu xristianlar bu odamni shu vaqtida bu qilgan yaxshiligidan bir xil ta'sirlangan, bu odamga
g'amxo'rlik qilgan. Undaqda bu odam muhim ikki davrda yashagan bo'ladi, masalan Umaviylar davri va Abbosiylar davrida. Bu odamning kim o shu asli mazhabi bor, lekin mazhabi keyin shu to'rt mazhabniki ulamolarga o'xshash keng tarqalmagan. Belki bu şagirdlerinki boşanlığı tüpeyilden bo'lishi mumkin. Bunlar cüretlik, faqih zayitlardan bo'ladi. Ey davrdagi mislsiz ulamo. Chunki 13 yoshida fiqh masalalar fatvo berishga boshlagan bu odam. Hatto 17 yosh vaqtida aqidaviy masalalarga fatvo berishga boshlagan. Demak, bu odamniki xili nihoyatda kuchli bir bilim qurilmasi yuqori ekanligiga chiqib turdi buningda. Aynı vaqtida ilim deganda bir yer turib o'rganish emas, har qaysi yurtlarga berib shu ulamolarda o'qish kerak degan qoida asosida bu odam ko'p shaharlarga borgan. Yamama, Basra, Madina, Baytul Maqdis qatorliq. Shuning uchun bu odam ko'p haj qilgan. Shu haj qilish munosabati bilan ko'p shaharlarda turib, 10 kun, 15 kun, bir oydek masalan, shu yerda ko'p ilmlarni o'rganganda shu yoqniki ustoz ulamolardan. Aynı vaqtida Mag'rib, Marokash, Andalus, Shamda bu odamniki mazhabi keng taralgan bo'lsa-mu, keyingi davrda shogirdlarniki ahamiyatsiz qarashi orqali Marokash bilan Andalus tarafda Maliki mazhabi avjilib, Sham tarafda, Iroq tarafida Hanifi mazhabi yana g'olib kelgan. Endi Imom Avzavi Beyrutda, hozirgi Libnonning poytaxti, shu yerda 157-yili ölüp ketkenligi xotirlangan. Bu odamniki jinosi nihoyatda to'limi hayvatlik bo'lgan-ki, chunki shu bu odamniki jinosiga xristianlar, yahudiylar va nurg'un musulmon ommasi qatnashgan ekan. Bu odam o'lib ketgan kunsi ko'pligan yahudiylar, xristianlar musulmon bo'lgan deydi. Bu odamda ta'sirlanib, hozir Libnonning poytaxti Beyrutda Avzai deydigan bir kichik bir shaharchaq bor. Bu odamniki nomi bilan atalgan, odamniki qabrisi shu yerda bo'lg'achqa. Bu odamniki o'lib ketishda echinchi bir avval bo'lgan ekan. Endi vaqtida Sham, Libnon hamda so'g'oq. Bu odamniki umri shu yerda 70 ga yaqinlab qolgan. Endi munchiq kirib bir jo'yniqil chegan ekanda, ayoli bir ko'mak bilan ozroq o'tqalab qo'ygan ekan munchiga. Bu odam endi ojizlab qolgan, endi shu üstüde qoplab ketib, endi to'ngib ketmasin deb o'tqalab qo'ygan ekanda, shuna bo'lsa-mu. Shu jarayonda bu is qoplab ketib, bu odam munchining eshigini ocholmay, kuchi yetmay, shu yerda bo'g'lab o'lib qolgan ekan. Inshaalloh Alloh shahidligini qabul qilsin. Bu odam o'zining taqvoligidan ko'p mol dunyo qoldirmagan, 7 dinar pul qolib ekan shu vaqtda. O'zining ne zemini, ne uy yo'q ekan. Endi Abu Ja'far Mansurniki beknayati bexilligi biz xotirlandi bosh kitobning beshida. Bu ayni vaqtida shu musulmonlardan shu xristianlarning qo'liga, rimliqlarning qo'liga asir tushib qolsa, bu Rim podshohlari endi fidyada pul talab qilsa, Abu Ja'far Mansur bag'lanmaydi ekan. Imom Avzaining nayati bu ichi kuchlik bo'lg'achqa bu jihat ig'ir kelib, Abu Ja'far Mansurga qattiq ravishda xat yozgan deydi. Shu xat yozish orqali Abu Ja'far Mansurni qoyil qilib, shu rimliqlarning qo'liga tushib qolgan musulmon asirlarni qutqazgan. Undan boshqa o'lib ketgan buyuklar nihoyatda ko'p, lekin qisqartirib shakilda bayon qildik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Abbosiylarning ikkinchi xalifasi, mashhur qo'mondon, xalifa, podshoh, Abbosiylar davlatining asosini tiklagan, haqiqiy Abbosiylar davlatini qurgan Abu Ja'far Mansurning hayoti mushunlar oxirlashdi. Hatta boshqa kuni inshaalloh 3-xalifa bilan tanishib chiqamiz. U bo'lsa Mahdi.